Aktrisa Barchina G'ofurova haqida xabarlar tarqaldi. Uning orzusi amalga oshdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. O'zbek san'atida o'z o'rni va o'ziga xosligi bilan tanilgan aktrisa Barchina G'ofurova bugun Instagram orqali dilidagi eng og'ir va eng ulug' sirlardan birini ochdi. U uzoq yillar davomida qiynab kelayotgan, qalbini ezib yurgan orzusi nihoyat amalga oshganini yig'lab turib gapirib berdi. U otasi bilan yarashdi. Barchinaning aytishicha, san'atdagi yo'li oson kechmagan. Oilaviy sharoit, bolalikdagi ranjishlar, sog'ligi bilan bog'liq muammolar, sahnadagi qattiq raqobat barchasi uning yelkasiga og'ir tushdi. Shuning uchun ham aktrisa o'z yuragini ochib, avval ayta olmagan dardlarni omma bilan bo'lishdi. Uzoq yillar davomida u otasi bilan bir suhbatda kela olmagan. Oila ichidagi ayrim adashishlar tufayli ota-qiz munosabatlari tarang bo'lgan. Ammo Barchina uchun bu dard har kuni yuragini ezib kelgan, hatto sog'ligiga ham ta'sir qilgan. Aktrisa Barchina G'ofurova barcha sinovlarga qaramay otasini hamisha izlab, uni asrab kelganini aytdi va nihoyat kutilmagan kun keldi. Ota-qiz ko'z yoshlari bilan bir-birini quchoqlab, ko'ngillaridagi qattiq muzlar erib ketdi. Barchina G'ofurova yig'lab turib shunday deydi: "Men otamni doim yaxshi ko'rganman. Yolg'iz to'y qilgim kelmasdi. Shu kunni kutganman. Nihoyat u mening baxtimga qadam qo'ydi. To'yimda otam bosh bo'ladi degan orzuyim amalga oshdi." Uning ushbu intervyusi ko'pchilikka katta ta'sir qildi, chunki bu nafaqat bir san'atkorning hayoti, balki har bir inson uchun ibrat bo'ladigan bag'rikenglik va oila qadri haqidagi hikoyasi edi. Barchinaning so'zlariga ko'ra, u bugun o'zini yangi hayot ostonasida turganday his qilyapti. Oilasi bilan to'liq birlashib, yanada kuchli bo'lganini, san'atdagi yana ko'pgina rejalarni amalga oshirish niyatida ekanini bildirdi. Bu voqea nafaqat uning shaxsiy baxti, balki butun muxlislar uchun ham quvonarli xabar bo'ldi. Chunki insonni yuksak qiladigan narsa uning kechira olishi va kechirilishi, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.